Assalomu alaykum. Mana shunaqa joyga ovga keldim hozir. Hozir bas ertalab kelganman. 3-4 yerga borib keldim. Hech qayerda tortmayapti nimagadir. Baliqlar uxlab qolganmi? 2 dona karascha oldim, kichkina. Bittasi shapalaqdek keladi. 6 yerga borib keldim. Hech qayerda tortmayapti. Bo'lmasam mana zibir zo'r. Yangi suv tushibdi. Sizlarni ham shunaqa bo'lyaptimi? Uch 4 kundan beri ovga chiqyapmiz. Natija net. Bo'lmayapti natija. Zibir вообще konkret. Baliqlar cho'pillatib ustida yuribdimi? Shunaqa bo'lyapti nimagadir.